1944-yil may oyi. Qrimga bir necha 10 ming NKVD xodimlari tashlanadi. Ular tong saharda xonadonlarga bostirib kirib, Qrim tatarlarga zudlik bilan yo'lga otlanishni buyurishadi. Jo'nash uchun juda qisqa vaqt berishadi. Odamlar faqat kiyim-kechaklarni olishga ulguradi. Keyin 200 mingdan oshiq qariyalar, ayollar va yosh bolalardan iborat Qrim tatarlarni yuk vagonlariga ortib O'zbekistonga olib kelishadi. Yo'lda og'ir sharoitda ularning bir qismi halok bo'ladi. Avval boshdanaq zo'ravonlik ustiga qurilgan SSSRda Yosif Stalin hukmronlik qilgan 1922-1953 yillarda nohaq ayblovlar bilan millionlab insonlar o'z uylaridan badarg'a qilinadi. Qrim tatarlarni o'z vatanidan quvish rejasi ilk bor 1944-yil aprel oyida Sovet armiyasi nemislarni yarim oroldan quvib chiqqan paytda tug'ilgandi. O'sha yili 22-aprelda Beriya Stalinga yozgan hisobotida nemislarga qarshi janglarda Qrim tatarlar jang maydonini tashlab qochganini, boshqalari nemislar tomonida turib urushganini ma'lum qiladi. Aslida bu gaplar mutlaqo yolg'on bo'lib, o'sha paytda Qrim tatar yigitlarining barchasi frontda Sovet armiyasi va partizanlar tomonida turib nemislarga qarshi jang qilar. Yarim orolda faqat keksa yoshdagilar, ayollar va bolalar qolgan edi. 1944-yil 10-may kuni Beriya Stalinga xat kiritadi. Xatda Qrim tatarlar Sovet xalqiga xiyonat qilgani, shu bois ularni kelgusida Sovet ittifoqining chegara hududlarida qoldirib bo'lmasligi yozilgandi. Oradan bir kun o'tib 1944-yil 11-may kuni Davlat Mudofaa qo'mitasining Qrim tatarlari haqidagi maxfiy qarori qabul qilinadi. Unga ko'ra, Qrimda yashovchi Qrim tatar millatiga mansub aholi zudlik bilan yarim oroldan O'rta Osiyoga, O'zbekistonga deportatsiya qilinishi lozim edi. Qrim tatarlarini deportatsiya qilish 1944-yil 18-may kuni tong payti soat 3 da boshlanadi. Qrim bo'ylab NKVDning 32 ming xodimi harakat boshlaydi. Ular butun Qrim bo'ylab aholi xonadonlarga bostirib kiradi va Qrim tatarlarga zudlik bilan jo'nash lozimligini aytishadi. NKVD xodimlari Qrim tatarlarning eshiklarini tepib kirishadi va ularga jo'nash uchun bor yo'g'i 5 daqiqa vaqt berilishini, ular o'zlari bilan faqat ust-bosh va yo'lda ishlatish uchun idish polislari mumkinligini aytishadi. O'shanda ayrimlar NKVD xodimlarining buyruqlarini bajarmasliklarini aytishadi. Bundaylar otib tashlangan. Shuningdek, qochmoqchi bo'lganlar tutib olingan, keyinchalik Gulag qamoq lagerlariga jo'natilgan. Asosan qariyalar, ayollar va bolalardan iborat 200 mingdan oshiq Qrim tatarlar 250 ta yuk mashinasiga joylanadi va temir yo'l tomon olib ketiladi. So'ng ularni yuk vagonlariga joylashadi va noma'lum tomonga qarab olib ketishadi. Yuk vagonlarida sharoit juda yomon bo'lib, vagon eshigi yopilganda u yerda nafas olish juda qiyin bo'lgan. Buning ustiga hojatga chiqadigan joy ham vagonning o'zida joylashgani uchun badbo'y hidga chidab bo'lmagan. Yo'lda keksa yoshdagilar, yosh bolalar va kasallar og'ir sharoitda vafot etgan. Har kuni ertalab qo'riqlab askarlar o'liklarni yig'ishtirib olardi. Ungacha mayyitlar odamlar orasida turgan. Qrim tatarlar poyezdda O'zbekistonga yetkazilgandan so'ng 1944-yil 4-iyul kuni Beriya Stalinga bajarilgan ishlar haqida hisobot beradi. Unda Qrimdan 183.115 nafar odam chiqarilgani ma'lum qilingandi. Shundan so'ng Qrimga Rossiyaning turli hududlaridan ruslar ko'chirila boshlanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, 1944-yilda o'zida Qrimga 50 mingdan oshiq ruslar ko'chiriladi. Beriyaning hisobotida Toshkentga yetib kelguncha Qrim tatarlardan 191 nafar odam o'lgani aytilgan. Biroq Stalin vafotidan keyin oshkor bo'lgan hujjatlarga ko'ra, Beriya o'lganlarning sonini yashirgani, belgilangan manzilga yetib borguncha Qrim tatarlardan 10 mingga yaqini halok bo'lgani oydinlashadi. O'zbekistonga keltirilgan Qrim tatarlarining asosiy qismi Toshkent va Samarqand viloyatlariga joylashtirilgan.
Qolganlari Andijon, Qashqadaryo va boshqa viloyatlarga taqsim qilingan. SSSR Ministrlar Sovetining 1947-yil 21 noyabrdagi qarori va SSSR Oliy Soveti Prezidiumining 1948-yil 26 noyabrdagi buyrug'i bilan Qrim tatarlar va boshqa deportatsiya qilingan millatlar uchun juda qattiq tartib joriy qilinadi. Jumladan ular o'zi yashab turgan joydan boshqa istalgan tumanga bormoqchi bo'lsa, faqat yaqin qarindoshining chaqiruvi bilan bunga ruxsat berilgan. Aks holda chiqish mumkin bo'lmagan. Mabodo kimdir bu taqiqqa bo'ysunmasa, avvaliga ma'muriy qamoq jazosiga tortilgan. Qoidani takror buzganlarga esa jinoyat ishi qo'zg'atilib, 20 yilgacha qamoq jazosi berilgan. 1953-yilda Stalin vafot etadi. Ko'p o'tmay, uning davrida nohaq qamalganlar ozod qilinadi. Qatag'onlarni sodir etishda qatnashganlar mahkamalarga tortiladi. Eng birinchi Beriya qo'lga olinib, sud hukmi bilan otib tashlandi. Shundan so'ng Mikoyan boshchiligida maxsus komissiya tuziladi va deportatsiya qilingan millatlarni vatanlariga qaytarish masalasi ko'rib chiqiladi. O'shanda quvg'in qilingan millatlarga vatanlariga qaytishga ruxsat beriladi. Biroq ular orasida Qrim tatarlar va Mesxeti turklari yo'q edi. Bu ikki millat vakillari deportatsiya qilingan joydan chiqib, SSSRning o'zi xohlagan burchagida borib yashashi mumkin edi, biroq vatanga qaytishga ruxsat berilmaydi. Shu tariqa Qrim tatarlar o'z uylariga qaytishdan musuvvo bo'lishadi. Shundan so'ng ularning asosiy qismi O'zbekistonda yashab qoladi. Qolganlari esa SSSRning boshqa hududlari bo'ylab tarqalib ketishadi. 1985-yilda SSSRga Mikhail Gorbachov rahbar bo'lganidan so'ng keng miqyosda islohotlar o'tkaza boshlaydi. Sovet qo'shinlarining Afg'onistondan chiqarilishi, SSSRda diniy erkinlik berilishi va boshqa yana bir qator ishlar bilan birga 1989-yilda Qrim tatarlarga Qrimga qaytishga ruxsat beriladi. 1989-yil 28 noyabr kuni SSSR Oliy Soveti Qrim tatarlar masalasida qaror qabul qiladi. Ushbu qarorda 1944-yilda Qrim tatarlar nohaq ayblangani aytilgan, deportatsiya xato va jinoyat bo'lgani tan olingan, ularning tarixiy vatanlariga qaytishga ruxsat berilgan edi. Shundan so'ng O'zbekistondagi Qrim tatarlar yoppasiga Qrimga ko'chib bota boshlaydi. Ketishni xohlamaganlar shu yerda qolishadi. Shuningdek, qarorda Ukraina SSSR tarkibida Qrim tatar avtonom respublikasi tashkil etilishi belgilangan edi. Qrimga qaytib borgan Qrim tatarlar bilan ruslar o'rtasida mojaro kelib chiqmasligi uchun yarim orolga qaytganlarga uy tikish uchun yer va bepul qurilish ashyolari beriladi. Ma'lumotlarga ko'ra, SSSR parchalanib ketguncha Qrimga 150 mingdan oshiq Qrim tatar qaytib boradi. Bu jarayon SSSR parchalanib ketgandan so'ng ham davom etadi.